farzandlarni suyib erkalab ishq ko'nglida sor bo'ling begim, baxtimga siz doimo sog' va omon bo'ling begim deya umr yo'ldoshingizdan ajoyib bir qator she'rimizni o'qib eshittirdim. Shirin hayotingiz ma'noga to'lsin, istagan har bir niyatlaringiz ijobat bo'lsin, chehrangiz so'nmasin, hamisha kulsin. Shukrona kunlaringiz, tavallud ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Marhamat qilib Marhamat kamizning nomidan hayotingiz mazmunli va chiroyli shirin bo'lishi uchun ajoyib shirin tortlarimizni olib keldik. Ana shu shirin tortlarimizni Allohimdan bir yaxshi niyatlarni so'ragan holda shamchiroqlarni yoqib o'chirishingizni so'raymiz. Qani marhamat barcha yaqinlari, qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Dena jamiyat. С днем рождения тебя, все улыбается и летает шарики. Мама с папой говорят, сегодня ты большая, как вчера была маленькой. С днем рождения тебя, позовешь звездочек, дождик как фонарики. Мама с папой говорят, сегодня ты большая, хотя вчера была маленькой. Почему встала так рано, почему танцую? Моя мама стала мамой, иди поцелуй. Без елки, но везде подарки, только мне одной. Ну а угадать вы дарите свою любовь. Хоровод, таскали за уши. Жалко, что всего раз в год старше стали малыши. Я задую свечи, и хуже так мало. Все улыбается, и с днем рождения тебя, задуешь свечи, дожди как фонарики. Мама с папой говорят, сегодня ты большая, хотя вчера. Aziz mehmonlarimiz, barcha yaqinlari hammalaringizni taklif qilamiz. Shu akajonimizga, kichkintoy o'g'limizga yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, marhamat qilib barcha yaqinlari bildirib qo'yishlaringiz mumkin. Yine şu balamı doğulan güneşe, kichkina o'g'li Usmonjonni sunnat to'yiga shu bilan Emre balamı tabriklayman. Doim shu balam uzoq yashasin. Shunga sog'lik, salomatlik, kuch-quvvat tilayman. Shu bog'alarning rohatini ko'rgay Xudoyim. Qo'shaqarg'idinglar galinim bilan. Rahmat onajon, yaxshi niyatlaringiz uchun. Farzandlar o'stirgan niyatlari oq. Bir umr mehnatda qo'llari qadoq, 60 ga kirmasdan sochlarida oq. Otangni sevmasang, kimni sevasan? Barcha bolasini birday harda non yopib, qo'llari kiyar, sizga mehrin berib, o'zi dard kiyar. Onajoningni sevmasang, kimni sevasan? Onajonlarimiz, otajonlarimiz umrlari uzoq bo'lsin deymiz. Ilohim farzandlarini yaxshi kunlarda ko'rib yurishlik barchalaringizga nasib qilsin deymiz. Marhamat qilib yana yaqinlaridan otajonimiz tashrif buyuruncha yaqinlaridan bir ajoyib tilaklarimizni eshitib tursak. Bor sog'lik, salomatlik o'g'ay. Shu bolamizga Xudoyim uzoq yosh bergay. Qo'shqani bilan qo'sha qarg'ay. Xudoyim, ana shu bog'alarni o'ylantirib o'tirganda birga yurgaymiz. Sog' salomat o'g'ay. Xudoyim tinchlik, xotirjamlik olsin, yigitlarni baxtga yotmag'ay. Emrah'ın doğurgan günü ekan, bu kichkinasini sunnat to'yi ekan, shuna bilan tabriklayman. Doim uzoq yosh bergin. İsteganicha yosh bersin. Shu bolalarni baxtidan, taxtidan suyanib o'tirmoq nasib etsin. Evvelallah hemmenizin sağlık selametlik dileyen, şu dehşetin en gün bulmak. Hemşe sağlık selametlik olsun. Şu görünüş Emrah'ına doğurgan günü bilen oğlumuzun sünnetliyle tebrikler. Doğurgan günü mübarek olsun. Mudam sazların şadlıklar olsun. Şadlıklar işire oğul kızların rahatını birge görüp yürgeyken olsun. Endi marhamat qilib yana yaqinlaridan ajoyib tilaklarni eshitsak.
Sizlarni munosabatingizni tabriklayman. Shu Fors to'ylarida ham shunday o'tirish hammamizga nasib etsin. Rahmat. Tilaklar bilan endi xursand qilib qo'yasizlar yaqinlari. Marhamat. Hemen dolayı ben tabrikimiz Xudayım, umudlar uzak koy Xudayım şu balanı sağlamak, oynayıp yürüsün. Sağlık, selametlik, ailevi tinçlik. Kızların çıkarıp oğlanı öğretirmek nasip etsin. Oğlan şu yayınlara oturup kim bu? Osman. Osman pişik demem ben ona. Osman'a uzak ömür, sağlık, selametlik Xudayım. Şu balan bir oğlunu yigit bulup yetişsin Xudayım. Bir okumuşlar, yaxşı insan olsun. Ben şunu diyeyim ben. Duymadım mı? Yaxşı, şu oğlumuza Osman? öğrettiğimiz sünneti etmeyle parçalar getirsin. Ben biraz hep temizliğimiz olayım. Sünneti olan koşaklarla baklı sanatlı onlar. Sünnetler uzak olsun, öğrettiğiniz ziyade olsun. Hepsi toylamış yazıp kalır. Baktığınız yapmasın. Berike ver. Hangi şu balanı sünnetini yetiripti, Fars'ın anam yedirip toylarında oturuvereli. Rahmat barchalaringizni yaxshiliklaringiz uchun. Qalbingiz iymonga, uyingiz nuriga, yuzingiz har doim tabassum bilan bezab tursin. Ilohim, yaxshi kunlaringiz bardavom bo'lsin deymiz. Mana endi marhamat qilib shu akajonimizni, ukajonimizdan ham bir ajoyib tilaklarni eshitsak, umr yo'ldoshidan ham bir tilaklarni eshitsak endi. Bugungi kechamizni tashkil qilgan sizni umr yo'ldoshingiz bo'ladi. Birinchi ukajoningizni eshitamiz, keyin umr yo'ldoshingizdan bir yaxshi tilaklarni eshitamiz. Keyin 10 dona gaplashak bor. Gap bilan qo'shib tugadang. Şuna deyimiz. Osman, İlahim Kulay'ın fazını getiripti. Hem şuna oturuş nasip et ki, yani şu an hatanın baktığına sağ olaysan. Kendin bala boğaysan. Hiç kaçan bu hayatta yamanlık görmeyeceksin. Eğer ama içeride Ekrem atan, baktığınızda sağ boğay. Ekrem apa, size varsıla bize bağımız. Ümürleriniz uzak boğayın. Kulayım. Osman, Xudo qalasa to'yingdan shunday gaplashishni nasib etgay. Rahmat yaxshi niyatlaringiz uchun. Ilohim shu otajonimiz bilan onajonimiz har doim sizlarni yaxshi kunlaringizni, nabira, evara, chevaralarni ham to'ylarni ko'rib yurishlik nasib rozi qilsin deymiz. Ularga aytaman cheksiz rahmatim. Ularga baxshida umrim, xizmatim. Men uchun yagona ushbu insonlar. Otam davlatimdir, onam jannatim. Dunyoda eng pok qalbi sohibi bu mening otam. Eng mehribon, g'amxo'r inson bu mening onam. Ular borki bu dunyoda, ayting, kimdan nimam kam? Otajonim davlatim, savlatimdir, onajonim beg'uborim, jannatimdir deya farzandingizdan bir ajoyib tilaklarni eshitdingizlar onajon. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin deymiz. Marhamat, endi bir umr yo'ldoshidan ham ajoyib tilaklarni eshitsak. Rahmat. Endi otasi qilib nasi ishda? Shu qaynatamga rahmat aytaman. Yuma uzoq umr, 100 yoshlarga kirib Xudoyim bog'alan rohatini ko'rish, birgalikda nasib etsin. Yaqin. Kankadan chiqmaydi. Endi Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, baxtli kunlaringiz bardavom bo'lsin. Ilohim shu yigitchamiz ham to'ylarimizda quvontirib kelib tabriklab o'tirish nasib qilsin deymiz. Marhamat, endi yana bir ukajonimizdan ham qizimizdan ham bir ajoyib tilaklarni eshitamiz. Akama baxtliman, Xudoyim baxtimizni sog' bo'lib, bizani yanimizda daim yursin. 100 yoshlarga kirib yurish nasib etsin. She'r aytib ber.
Ey rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim Allohimni bergan umrini mazmunli, chiroyli, shirin xushchaqchaqlik bilan o'tkazishlaringizni tilakdoshmiz. Tilaklar ichida izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin, yagona o'tinchim Allohdan bu kun shunday mehrli insonlarni ko'proq yaratsin deya bugungi kunimizni davom ettiramiz. Bugungi kechamizni qiroli va shahzodasiga ajoyib bir qo'shiqlarimizni qo'yib beramiz. Endi aziz mehmonlarimiz barchalaringizni, hammalaringizni o'yinlarimizga taklif qilib qolamiz. Otajonlarimizni omad qilib endi davramizni to'ldirib qo'yamiz. Firuze yapmışsa kayısı kanı gövheri sana bende buluttur uzağımında beri Gözü saldı kalbime girme gözümden neri Kimini sever yar sen sırlamına iperi Bana bir baba, bana bir baba Bana bir bak bak bak, bana bir baba Kimini sever yar sen zulmuna iperi Bana bir baba, bana bir baba Bana bir bak bak bak, bana bir baba Kimini sever ya